Assalomu alaykum, qadrli Ma'ruf tog'aning ashadda obunachilari. Mana bugun biz Noxey Sharituzda turibmiz. Mana Ma'ruf tog'ani o'sha yerda. Assalomu alaykum. Ma'ruf tog'a. Assalomu alaykum. Yaxshi ziyorat qilasizmi? Assalomu alaykum. Hofiz yaxshimisiz? Salomatlik yaxshimi? Yaxshi kelasizmi? Ma'ruf tog'a, siz bu Toshkentga boramayotganda O'zbekistonga o'tmayapsiz. Qayerda yuribsiz? Nima qilyapsiz? Havasda chiqar. Gap yo'q ekan. Mana nima deysiz parpichiklaringizga? Shu like bosib. Assalomu alaykum. Do'stim Qizilobod TV'ning obunachilari va Sayfiddin ustozim Sayfiddin akamani syomkada hozir operator va Sanjarbek Imomov. Yosh xonanda Sanjarbek Imomovning obunachilari. Mana bugun biz hozir chegaradan o'tib keldik. Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Vodi ko'p joylarda ko'rib syomka qilib, Yulduz Usmonovani qizlari Nilufar Usmonovani konsertiga kirdik. Hali chiroyli videolarimiz bor. Qo'ldan kelganicha klip ham oldik. Nasib bo'lsa, hammasini qo'yib boramiz. Biz kuzatishda davom eting. Sanjardan Imomovga siz navbat bersak. Assalomu alaykum. Barcha qadrdonlar, barcha ashaddiy muxlislarim. Mana bugun biz Sharituz voqeasiga kirib keldik. Chegaradan o'tib juda zo'r aynaldik. Mana hozir Qizilobod TV'ni ham ko'rib qoldik. Mana ustoz Sayfiddin TV'ni ko'rib qoldik. Barchalariga omad tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa kechalar qo'yib boramiz. To'yimiz bomba o'tdi, to'yimiz ajoyib o'tdi. To'yda Ma'ruf tog'a kanalida, ya'ni YouTube, Instagram, TikTok kanalida ko'rasizlar. Bomba o'tgan to'y, klip Sanjar ukamiz aktrisa qizlar bilan cho'tki klip olgan, hammasini kuzatasizlar. Ma'ruf tog'a kanali. Omad tilayman shu do'stimizga, shu ukamizga, san'atkor ukamizga omad tilaymiz. Mana Sayfiddin ustoz chaqiramiz. Keling qari ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustozga. Sen Toshkent bormagin, sen Toshkent bormading. Gruppalarda ham yeb qo'ydi bu yoq men. Ha, mana bizda gapiramiz ustoz. Bizda shogird mana Toshkent, Samarqand, Buxoro, hamma joy kezib kelyapti. Jahongashta turibdi, Jahongashta. Nima deymiz? Kishiga omad, oldin saxiy insonlar edi, saxiy inson aynaldi, nimaga Ma'ruf tog'aga o'tib ketdi. Hey, Ma'ruf tog'a bo'laman, boshqa bo'laman, ijodiga omad. Biz shuncha tilagimiz shuki, faqat gaziga bosaylik. Syomkani erta qilishimiz kerak edi. Bizni shu kelishimiz bilan ustoz bilan Qizilobodga katta rahmat. Hurmat qilib bizni kutib oldi. Qayerga borsam, qayerga borsam yo'lim ochiq bo'lsin. Rahmat shularga. Mana uxlaganimiz yo'q, ko'zimizdan ma'lum. Ukamiz ham, artist ukamiz ham, o'zim ham manaki 8-9 kun degandan qaytib keldik. Bir sutkada 1 soat uxlaymiz biz. Faqat ijod, montaj ana shunday ketdi. Xudo xolasa sizdan dalish videolar qo'yib boraveramiz. Sog' omon bo'lasizlar. Ijodga omad. Ana endi kanalda nomini qo'yib to'g'ri tanlabsiz. Ma'ruf tog'a endi tushibdi sizga. Rahmat. Gap yo'q. Oka, Mana shu sayt bergan Ma'ruf tog'a kanalini qo'yib o'zgartirdik. juda yaxshi ism qo'yilibdi. Shu Ma'ruf tog'a kanaliga o'tib, obuna bo'lib, like bosishni unutmangizlar. Ha, yana ham nasibda yangiliklar chiqib bor, ko'cha odam bor. O'sha qayerda ko'chada jiradi. Bu yana bilsanglar, bu bunisi san'atkorlar, Shartsqavodan san'atkorlarni shu Moskva bordimi? Hurmat qilib, izzat qilib, konsert qo'yib, plus podelishkada. Hamisha Tojikiston, biz Tojikiston, biz O'zbekiston san'atkorlari, blogerlarni hurmat qilamiz. Qizilobod TV do'stimga ham ijodiga omad. Sayfiddin TV tez kunda akamizning ishlariga kliplarini kutib qolinglar tez kunda. Yangi klipimiz bor. Yana yangilik bor. Nasib yangi restorani ochildi Ma'ruf do'stimizning, Ma'ruf tog'aning. Choyxonamiz ishga tushdi. Choyxonasiga o'tamiz xudo xohlasa tez kunlarda. Bitta fondiq choyxona. Lekin tez kunda chaqirmayapsizlarni. U marta bor duo beringlar, yopilib qolgan bu choyxona. Bu marta yaxshi duo bermasanglar bo'lmaydi. Qiyu duolasizlar. Qiyu duo berasizlar bu marta. Sovuq qolib ketdi. Bu marta bitta tanda berib, bu marta 2 kilo, 1 kilo go'sht qo'ysam, shu bilan chiroyli duo beradi. Va albatta hazil hammalaringizni choyxonada ham kutib qolamiz. Sog' omon bo'lasizlar.